Assalomu alaykum hammaga. Biz Xiva tumani Sayatdamiz. Abdusharif og'aning unda bedam ko'mir otapini ishlarimizni boshladik. Bedam shu zamonaviy Nuralining materiallarimizdan keyin hamma material o'zlarimizdan bo'ldi. Yunus bunun üstü ham mero bo'y bo'lgan. Fotolarni natijani dag'lasa döşlerini döşüp, chiroylatib, hammasi turban o'zining razmerida obratkalarni tortib boshladik. Kimlar shunday chiroyli sifatli otapena xizmatlari kerak bo'lsa, asosiy bilan qoldiramiz, bog'lanaverasizlar. Do'kon borib avvaro bo'lib yurish shart emas, hamma narsa o'zlarimizda bor. Avoylardan shikayat yetkazmang. Shunday deb chiroylatib ishlab beramiz yana qo'llangancha. Hamma ishlaydiganlarimizga qog'ozlarni qo'yib, avoylar joylanmasa qo'lda dojiladi. Iloji boricha perforator ishlatmang, changlatmang. Esa ko'rib boraverasizlar. Xohlasa bitgandan chiroylatib videolarni qo'yib beramiz.